Yoshlar orasida vatanparvarlikni targ'ib qiluvchi Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Toshkent shahar bosqichi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi kubogi uchun bo'lib o'tgan bellashuv xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Shunqorlar harbiy sport o'yinlarida poytaxtimizning umumta'lim maktablari hamda kasb-hunar kollejlarida tahsil olayotgan o'quvchilardan tashkil topgan 12 jamoa qatnashdi. Ishtirokchilar 3 blokdan iborat sinovlardan o'tkazildi. Harbiy vatanparvarlik blokida jamoa a'zolarining O'zbekiston tarixiga doir bilimlari tekshirilib, saf qo'shig'i va biz jamoamiz ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Harbiy amaliy ko'p kurash blokida jamoalar pnevmatik quroldan o'q otish, o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish va harbiylashtirilgan estafeta bo'yicha bellashdilar. Estafeta doirasida yoshlar avtomatni qismlarga ajratish va yig'ish hamda gazga qarshi niqobni kiyib belgilangan masofaga yugurish shartlarini bajarishdi. Sport blokida duatlon 100 metr masofaga yugurish va turnikda tortilish bo'yicha kuch sinashdi. Shayxontohur tuman nomidan 169-maktabdan ishtirok etyapmiz. Pnevmatik qurol ochish jarayonida juda hayajonlandim va hayajonni yenggan holda yuqori natijalarga erishdim. Biz bugun jamoamiz bilan yutishga ahd qilib kelganmiz. Biz albatta bugun g'olib bo'lamiz. Men o'zim granata otish va harbiy estafetaga qatnashdim va yuqori natijalarga erishdim. Bunday musobaqalarda hayajon asosan bo'ladi, ammo biz bu hayajonga qaramasdan yaxshi ishtirok etyapmiz. Asosiy maqsadimiz bu yerda biz birinchi o'rinni egallash, keyingi musobaqalarga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib, birinchi o'rinlarga erishishga harakat qilamiz. Do'stona va murosasiz kechgan bahslarda Chilonzor tumani yoshlaridan iborat Burgutlar jamoasining qo'li baland kelib birinchi o'rinni egalladi. Ushbu jamoa endi iyun oyida o'tkaziladigan o'yinlarning final bosqichida Toshkent shahar sha'nini himoya qiladi.